Hukmdor Niccolo Machiavelli. Birinchi bob. Davlatlar necha turli bo'ladi va ular qanday qo'lga kiritiladi? Barcha davlatlar odamlar ustidan hukmronlik qilgan yoki qilayotgan barcha saltanatlar yo respublika yo yakka hokimlik bilan boshqariladigan davlatlar bo'lgan va hozir ham shunday. Yakka hokimlik davlatlari yo meros qolgan, agar podshoh uzoq vaqt hukmronlik qilgan bo'lsa, yoki yangi bo'lishi mumkin. Davlatning yo hammasi to'laligicha yangi bo'lishi mumkin. Francesco Sforza uchun Milan ana shundaydir. Yo uning bosib olib, meros qolgan davlatga qo'shib olingan bir qismi yangi bo'lishi mumkin. Ispaniya qiroli uchun Neapol qirolligi ana shundaydir. Yangi davlatlar aholisi podshohlarga bo'ysunishga ko'nikkan saltanatlarga hamda ular azaldan erkin yashagan saltanatlarga bo'linadi. Davlatlar yo o'zining, yo birovning qiroli bilan, yo taqdirning lutfi, yo shon-shavkat bilan qo'lga kiritiladi.